Agar siz video montajini endi boshlayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Salom hammaga, siz Habib Vlog o'z kanaldasiz. Kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda sizlarga Premiere Pro dasturidan yangi loyiha ochish, videoni yuklash, timeline'ga joylash, videoni kesish, videoga matn qo'shish va effekt qo'shish, oxirida esa videoni eksport qilishni o'rgataman. Videoni boshlashdan oldin like, kommentariy yozib meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Qanday videomizni boshladik. Premiere Pro'ni kompyuteringizga o'rnatmagan bo'lsangiz, kanalda video bor, qayerdan dasturni yuklashni va qanday qilib uстановка qilishni ko'rsatganman. Premiere Pro'ga kirgan zahotingiz bunday oyna hosil bo'ladi. Oldin saqlanib qilgan proyektlaringiz turadi o'ng tarafda. Open proyektni bosib o'zingizni saqlanib qilgan proyektlaringizni bu yerga tashlashingiz mumkin. Biz yangi ochamiz. Shuning uchun new projectni bosamiz. Adobe Premiere Pro'ni ham siz ham shunday ko'rinishga keltirmoqchi bo'lsangiz, Windowsni bosamiz. Birinchi yo'lakda L panelda bossangiz, mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Sizga kerakli instrumentlar yoki effektlarni bu yerdan topa olmasangiz, Windowsni bosib, mana shu yerdan hamma effekt instrumentlarni chiqarishingiz mumkin. Mana plus chiqadi. Timeline'da katta yoki kichkina qilsangiz bo'ladi. Mana shunday kichkina qilishingiz mumkin. yoki katta qilsangiz ham bo'ladi. Effekt controllersni pastga tushirmoqchi bo'lsangiz, ustiga bosib turasiz mushka bilan, pastga tushirib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zingizni xohishingizga qarab o'zgartirishingiz mumkin. Endi esa bizga kerakli videolarni tashlab olishimiz kerak bo'ladi. Adobe Premiere Pro'ga mana shu yerga 2 marta bosamiz. O'zimizga kerakli videolarni tanlab olamizda, открыть tugmasini bosamiz. Bu yerdan hammasini o'chirmoqchi bo'lsak, Basketni bosib o'chirib tashlashimiz mumkin. Yana bitta yo'li bor, video tashlashda. Belgilab olamizda, dasturga tashlaymiz bu yerga. Endi bularning barchasini timeline'ga tashlaymiz. Timeline'da effekt berishimiz yoki keraksiz joylarni qirqishimiz mumkin. Xullas, videoni montaj ishlarini shu yo'lakda bajaramiz. Videoga effekt beramiz, mana shu yerdan kulish qo'yamiz. Ikkinchi kulishda esa biroz suramiz videoni biroz. Undan keyin esa mana buni razmerini 120 lar qilib qo'yamiz yoki 150 ga. Undan keyin ko'rishingiz mumkin. Videomiz asta yaqinlashdi. Videoni albom yoki knijni qilmoqchi bo'lsak, sekvensiyani bosamiz va sekvensiya setupni bosamiz. Bu yerdan razmerni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. 1080 ga 1920 qilishimiz kerak. O'shanda knijni bo'ladi. OKni bosamiz. OKni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek razmeri o'zgardi. Videoni knijni qilganingizdan keyin o'ng yonga surishingiz mumkin yoki chapga surishingiz mumkin buni. Pastga, tepaga ham sursangiz bo'ladi. Videoni katta qilib yaqinlashtirmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerdan katta qilasiz. Videoni oddiy montaj qilish uchun eng kerakli joylarni ko'rsatyapman. Birinchi instrument tanlaymiz. Bu birinchisi esa strelka bo'ladi. Buning afzallik taraflaridan bu burchakni qirqib tashlashingiz mumkin o'ng tarafdan yoki chap tarafdan mana shu qizil strelka orqali kesib tashlashingiz mumkin. Endi esa mana pustoy joylar qoldi. Bu pustoyni ustiga bitta bosasiz, backstni bossangiz yaqinlashadi. Yana bir marta bunisini ham olib tashlaymiz. Pustoy joyda backstni bossak yaqinlashadi. Bu strelka bilan o'ngga, chapga yoki pastga tortsangiz bo'ladi. Videoni yaqinlashtirib kesmoqchi bo'lsak, klaviaturadan plus tugmasini bossak yaqinlashadi, minusni bossak uzoqlashadi. Endi esa videoni keraksiz joylarini qirqib olamiz. Kesishimiz uchun lezvani olamiz, kesib chiqamiz keraksiz joylarini. Mana shu strelkani siz kerak emas joyga qo'yib olasiz. Qani bossangiz chap tarafda olib tashlaydi. W ni bossangiz o'ng tarafni kesib tashlaydi. Juda ham qulay narsa, vaqtingizni ancha tejaydi bu holatda. Kesgan joylarimizga endi переход berib chiqamiz. Videomiz chiroyli chiqish uchun
Adobe Premiere Pro'ning o'zining perihodlari eski. Men Telegram kanalimda 100 dan ortiq perihod tashlab qo'yganman. Yuklab olib videolaringizga qo'ysangiz chiroyli chiqadi. Birinchi yaqinlashtirib olamiz. Mana shu joyga qo'yishimiz kerak bo'ladi perihodimizni. Men tayyorlab qo'ygan perihodim bor edi, o'shani timeline'ga tashlaymiz. Biroz kichkina qilib olamiz buni. Endi ko'rishingiz mumkin. Mana shunday tarzda perihod qo'yishingiz mumkin. Birinchi videodan ikkinchi videoga o'tayotganda chiroyli effekt bilan o'tadi. Videoga tekst qo'shishimiz uchun T'ni bosamiz. Tekstimizni nastroykalaridan to'g'rilashimiz mumkin. Razmerini katta qilishimiz mumkin yoki bizga shrift yoqmasa, shriftini o'zgartirishimiz mumkin bo'lar ekan. Yana boshqa nastroykalari bor. Yozuvni jирный qilsak ham bo'ladi. Endi esa bu tekstimizga effekt beramiz. Birinchi navbatda strelkani bosib olamiz. O'rtaga qo'yamizda. Kulishni qo'yamiz. Bu yerda 0 ga tushiramiz. Biroz suramiz. Endi esa bu yerdan 100 qilamiz. Enter'da bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu animatsiyamizda esa oxirida tugashiga ham qo'yamiz, xuddi shunday qilib. Buning uchun strelkani mana shu yerga qo'yib olamizda. Ключ qo'yamiz. Keyin esa oxiriga suramiz. Shunga e'tiborli bo'ling, mana shu yozuvimiz ustiga bosilgan bo'lsin. Keyin esa buni 0 ga tushiramiz. Endi ko'rishingiz mumkin, yozuvga bergan animatsiyamiz qanday chiqdi. Tekstdagi animatsiyamiz plavni chiqish uchun do'stlar, nastroykasidan hammasini belgilab olamiz. Endi esa ustiga olib boramizda ключlarni o'ng tarafini bosamiz. Baserga qo'yib qo'yamiz. Endi ko'rishimiz mumkin, animatsiyamiz qanday plavni chiqdi. Mana xuddi shunday tarzda tekst yozib animatsiya berishingiz mumkin. Export qilishimiz uchun faylni bosamiz va bu yerdan exportni bosamiz va mediaga bosamiz. Birinchi yo'lakda videomizga nom yozamiz. Keyin esa qayerga saqlanib qilishni belgilab qo'yishimiz kerak. Ustiga bosamiz. Menga рабочий stolga turibdi. Saqlanib qilib bosib qo'yamiz. Bu yerdan esa YouTube 1080p qo'yamiz. Agar xohlasangiz, video kartangiz yaxshi bo'lsa, kompyuteringiz kuchliroq bo'lsa, 4K ga qo'ysangiz ham bo'ladi. Menda kompyuter uncha kuchli emas, shuning uchun 1080p Full HD ga qo'yamiz. H264 ga qo'yamiz. Keyin esa render at maksimumni bu yerdan bitishga qo'yib qo'yamiz. Boshqasiga teginmaysiz. Endi esa exportni bosamiz. Video sizga manzur bo'ldi degan umiddaman. Savol yoki takliflaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.